Lag'mondan tayyorlangan pizzani tayyorlab tatib ko'rganmiz. Aniq bilaman, bunaqasini hali ko'rmagansiz, chunki bunaqasi faqat meni profilimda bo'ladi. Bir kundin bir dunyo lamon tayyorlab qo'ygan bo'lsangiz, xamir ortib qo'ygan bo'lsa, albatta shu pizzani tayyorlang yoki bo'lmasa manga o'xshab latestoni yarim kilolik xamirlardan lamon xamirimizni qaynoq suvda chayib olamiz, ustidan 2 ta tuxum va permilkini yaxshi eriydigan siridan terkadan chiqaramiz, tuz, murch solib yaxshilab aralashtiramiz. Yog' solingan skоворodkamizga qo'yib olamiz va pastroq olovda ikki tarafini qizartirib olamiz. Ikkinchi tarafini aylantirganimizdan keyin ustiga ketchup, mayonez va uyingizda bor bo'lgan sabzavot yoki kolbasa mahsulotlarini terib chiqsanglar bo'ladi. Men ustiga yaxshi eriydigan sir, jo'xori va kolbasani qo'yib tayyor bo'lgan pizzamizni qopqog'ini yopib, taxminan 2-3 daqiqaga sirlar erigunigacha qoldiramiz. Uzog'i bilan 5 minutda sizda dunyodagi eng mazali pizza tayyor bo'ladi. Eng asosiysi, ortib qolgan lamon xamirlaringiz uvol bo'lmaydi. Kanikulda albatta bolajonlaringiz uchun tayyorlab beringlar. Kommentga rahmatliklaringizni yozish esdan chiqmasin.